Hamma narsa yotibdi. Akalar, hormaydi. Assalomu alaykum. Nima bu aka, hech narsa qilmayapsizlar. Hammalarni qaranglar, bardak bo'lyapti shuni. Men quyganinglarni qaranglar. Aka, ertaga yana bu boshdan quydiraman. Men nima aka, men bu. Nima qiladi? Ichkariga suv bassaymi ichkari aka? To'ldiramizmi suv bo'tga? Mametlarni qaranglar. Hamma ishinglar chalay aka. Qilmay, menmi nima men bu? Shunaqa ham past bo'ladimi kanalizatsiya aka? Chuqurroq qilmaysizlarmi buni? Qani ko'raylik ichkarni, qani qolganlar o'zi? Qo'shni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birovning uyida nima qilyapsiz qo'shni? Men lapatkaga kiruvdim, prosta. Yo'q, qarab chiqib ketaman. Mayli. Mayli, charchamayli. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hormayli endi. Lekin bori, men siz qo'shnim to'g'ri gapirdi-da. Masina gapida jon bor. Hozir buni ichkarini rostdan basseyn qilmoqchimisizlar? Buni to'g'irlash kerak. Men bardakka qaranglar, men kazyolni yotishini qaranglar. U podvolga tushib bo'lmaydi-yu bu yerda. Mana oxirgacha quyilmagan. Nima bola, faqat dam olasizlar. Ammo bu yerda bilmadim men. Tushunmadim. Nima bo'pti bu yerda? Assalomu alaykum, qo'shni, yaxshimisiz? Ha, uy kelibja baqir-chaqir qo'yapti. Men o'zi borib, teshaga chiqdim o'zi. Qo'shni teshaga. Shuni olib chiqib beraman, kerak bo'lyapti. Charchamanglar. To'g'ri. Hozir qo'shnilar darsida bitta ish ham qilib bo'lmaydi. Mana qo'l qopsiz akalar.